Allah aleyhissalatu vesselam bir hadisde ettiler. Bir odam ro'za tutadi, namoz o'qiydi, hajga boradi, to'xtovsiz ibodat qiladi, Qur'on o'qiydi, uni amallarini farishtalar 7-osmonga olib chiqar ekan. Mana buni ibodatlarini qarang, namozlari bor, hajlari bor, kecha kunduz Qur'on o'qiydi bu. Shunaqa zo'r amal deb Allohga aytsa, Alloh, u farishtalar insonning qalbini bilmaydi, faqat Alloh biladi. Ko'rinishini olib chiqishdi-da ular. Namoz o'qirdi, hajga borar. Alloh aytdiki, ey farishtalarim dedi, bu bandamning namozini ham, hajini ham hech narsasini qabul qilmayman. Ya Rabbiy, nimaga? Sababi qalbida marhamat yo'q, rahmi shafqat yo'q. Namoz o'qiydi-yu, qo'pol. Uyida so'kadi xotinini. Odamlarga qo'pol, yomon gapiradi. Qalbida mehri shafqati bo'lmagan, man la yarham la yurham. Kim mehri shafqat xotiningizni yaxshi ko'rib, achining axir, qop ko'tartirmang unga. Bu kerak bizga. Achinib turing, yaxshi ko'ring, uyga borgingiz kelib tursin kechqurun. Shunda yaxshi musulmon bo'lasiz, deyaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Qalbida muhabbati bo'lmasa, uni haji bekor bo'lar ekan.